Shubhasiz rus adabiyotini, jahon adabiyotini bu adibning asarlarisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Fyodor Dostoyevskiy. Biz bugun uning Ma'suma, Krotkaya asari haqida fikr yuritmoqchimiz. Bu asar jahon adabiyotidagi eng ziddiyatli va ruhiy tebranishlarga boy asarlardan biridir. Asar markazida turgan sudxo'r va Ma'suma obrazi shunchaki er-xotin emas, balki ikki xil dunyoqarash va ikki xil mag'rurlikning to'qnashuvini ifodalaydi go'yo. Asarning tub ildizi bosh qahramonning o'tmishidagi bir voqeaga, uning duelga chiqishdan bosh tortganiga borib taqaladi. Jamiyat buni qo'rqoqlik deb baholagan bo'lsa-da, qahramonning o'zi buni tizimga qarshi isyon va o'z shaxsiyatini olomon qoidalardan baland tutish deb hisoblaydi. U o'z hayotini arzimas haqorat uchun xatarga qo'yishni istamaydi, lekin bu qarori bilan butun umrini ijtimoiy yakkalanishga mahkum qiladi. Uning sudxo'rlik kasbini tanlashi ham jamiyatdan o'ch olishning bir shaklidir. U pul orqali odamlar taqdiri ustidan hukmron bo'lishni istaydi. U jismoniy dueldan bosh tortdi, lekin o'z umrini ma'naviy duelga aylantirdi. Butun dunyoga sizlar meni past dedinglar, lekin men sizlardan balandman, xarakterimni sindirmadim deb isbotlamoqchi bo'ladi. Bu qo'rqoq odamning emas, balki juda mag'rur va irodali shaxsning harakatidek tuyuladi. Sudxo'rning Ma'sumaga bo'lgan munosabati mana shu mag'rurlik va o'ch strategiyasi asosiga qurilgan. U xotinini sevadi, lekin bu tuyg'uni sovuq sukunat bilan niqoblaydi. Uning maqsadi ayolning qalbini emas, balki itoatini ham bo'ysundirish. Qahramonning nazarida u haq. U xotiniga boshpana berdi, uni qashshoqlikdan qutqardi va endi uning tarbiyalanishini kutadi. Biroq u odam ruhiyatini matematik hisob-kitob qilib bo'lmasligini unutib qo'yadi. Sudxo'r idealchi. U muhabbatning shunday oliy va mukammal shaklini istaydiki, oddiy insoniy munosabatlar, suhbat qurish, xatolar va kechirimlar unga past bo'lib tuyuladi. Odam ideal orqasidan quvib, yonidagi tirik nafas olayotgan insonni ma'nan o'ldirib qo'yadi. Ma'suma obrazi yuvoshlikning eng yuqori nuqtasidir. Uning ichki dunyosidagi isyon tashqi shovqinlardan ko'ra kuchliroq. Agar er shunchaki oddiy qo'rqoq bo'lganida, ayol uni mensimas va tezda unutib yuborardi. Lekin Ma'suma uning murakkab va kuchli xarakterini ham ko'rdi. Ayol erining ruhiy qamoqxonasida sinmaydi, balki o'zligini saqlab qolish uchun yagona yo'lni, o'zining nazaridagi yagona yo'lni tanlaydi. Uning qo'lida ikona bilan derazadan tashlanishi bu o'zining nazarida asirlikdan ozodlikka chiqish tuyular balki. Bu o'lim sudxo'rning butun hayot falsafasini chil-chil qilib yuboradi. Asarning yakunida sudxo'rning jasad yonida turib aytgan nidolari odamning eng katta fojiasi kechikkan pushaymon ekanligini isbotlaydi. U o'z haqligini isbotladi, lekin bu haqlik uni butun dunyoda yolg'iz qoldirdi. Bu yerda Dostoyevskiy insoniyatga muhim saboq beradi go'yo. Muhabbatda haq bo'lish emas, balki mehrli bo'lish, kechirimli bo'lish muhimroqdir. Ikki inson hatto bir-birini sevsa ham baribir bir-birini oxirigacha tushuna olmaydi. Ularning fojiasi kimningdir yomonligida emas, balki odam tabiatining o'tib bo'lmas devorida. Hammamiz o'z ongimiz, ruhiyatimiz qafasiga qamalib qolganmiz go'yo. Ma'suma bu o'z mag'rurligini ideal darajasiga ko'targan odamning o'z nafsi qurboniga aylanishi haqidagi ogohlantirishdir. Sudxo'r duelda o'lishdan qo'rqmadi, lekin o'z qalbini ochishdan va zaif bo'lib ko'rinishdan, ya'ni kechirim so'rashdan va mehr ko'rsatishdan qo'rqdi. Uning eng katta xatosi balki ana shudir. Muallif ta'kidlaganidek, yer yuzida quyosh chiqaveradi, lekin mehr va jonli muloqot bo'lmagan joyda dunyo hamisha o'lik va sovuq bo'lib qolaveradi. Odam o'z vijdoniga qarshi borsa, u umrbod o'zini oqlab yashashga mahkum bo'lib qoladi. Lekin o'lik jasad yonida har qanday oqlash o'z kuchini yo'qotadi. Siz bu asarni o'qiganmisiz? U sizda qanday taassurot qoldirgan bu haqda izohlarda yozib qoldiring.